Assalomu alaykum. Yaqinda writingdan 7,5 va overall 8 olgan talabam o'zi ham instruktorlik qiladi Farg'onada. Mana shu tasqonni tashladi va Mr. Baha ko'rdingizmi? It looks scary. U bu xullas o'zim yozishga ko'zim yetadi, eplab chiqsam bo'ladi agar imtihonga tushib qolsa, lekin talabalar nima qiladi aka? Turishini qarang buni. Bu narsa oldin tushgan. Juda ham oldin tushgan. Menga emas, tanishimga tushgan. Hozir o'sha odam 9 olgan, o'sha overall. Ko'rinishdan hamma tasqon do'stlar bir xil qo'rqinchli ko'rinadi, faqat plan qilguncha. Nima degani bu? Odatda men 5 daqiqani atrofida vaqtimni rejaga sarflayman. Yaxshilab o'rganib chiqaman, mana buni o'qiyman. Vahima emas, ko'rinishidan vahimaga o'xshaydi xolos. Demak, deyapti, diagrams below give information about two road tunnels in two Australian cities. Demak, Avstraliyadagi ikkita shahardagi ikkita tunnelda nima qilyapti? Tunnel haqida informatsiya beryapti. Birinchisi tunnel A, ikkinchisi tunnel B. Albatta, bunga oldin yozganman men. Bugun sizlarga qanaqa qilib 7 yozsa bo'ladi tushuntirib beraman. Kerak bo'lsa sentence by sentence yozib, vocabulary, grammatika hammasini ko'rsataman. Va iltimos do'stlar, reja, planning degan narsaga hushyor bo'linglar. Mana shu planning sizlarni yoki break qiladi yoki make qiladi. Xo'p, ko'rinishdan dahshatli, lekin yaxshilab e'tibor beramiz. Birinchi bu nomlariga qarayman. Tunnel A, Tunnel B. Okay, great. Ikkinchi o'rinda mana bu yerda size ni ko'rsatyapti. Mana size. Xo'p, demak 25 metr, bu 35 metr. Demak bu chuqurroq. Ikkinchisi bu 2 kilometr, bu 3.6 kilometr ekan. Okay, bu uzunroq ekan. Demak bu ham chuqurroq, ham uzunroq ekan. Endi overallga bitta qilib aytadigan bo'lsak, chuqurroq, uzunroq demaslar, oddiy qilib aytganda size haqida gap ketganda nima deymiz? Xo'p, larger. Larger bo'ldi. Overallga bitta narsa topdim men. Xo'p, keyingi qiladigan ishim build 87 dan 92-yilgacha qurilgan ekan. Informatsiya va 556 million dollar qo'shilgan ekan. Twin tube, ya'ni exact tube. Ikkitadan, mana ikkita tube bor ekan. Ikkita tube, ya'ni bu tunnelda hali kirish qismi o'sha, xullas tunnelda o'sha bitta seksiyasi bo'lsa, mana ikkita ekan, bitta twin tube bo'lyapti. Mana bunisi birinchisi, ikkinchisi ikkinchi tube bo'lyapti. Va ikkitadan mashina to'g'ri kelyapti. Okay. Mana bu bo'lsa 2004-yil va 2007-yil qurilgan. Bu oxirroqda qurilgan ekan, ya'ni zamonaviyroq. Okay. Mana bu yerga newer qilaman, yangiroq. Bu 556 million dollar sarflanyapti. Bunga 1 billion, почти 2 marta qimmat bo'lgandan keyin nima qilamiz? More expensive bo'ladi. Tushunasizmi? Expensive bo'lyapti. Okay. Va bu endi ko'rilib, bu ham twin tube, lekin bunda 3 ta mashina sig'yapti. Okay. Bu endi larger kirib ketadi. Demak, ko'proq mashina sig'yapti. Buni endi paragrafda aytamiz. Razmeri, demak, overallda ko'rinib turibdiki, tunnel A, tunnel B, tunnel A dan ko'ra kattaroq, yangiroq va albatta qimmatroq deb qo'yamiz. Overall bo'ldi, yetib ortadi. Mana shu 7+ ga yetadi. Ko'rinishi dahshatli, qo'rqinchli, lekin aslida juda ham sodda diagramma bu. Ne только bu, qolgan hammasi sodda. Misol uchun mana bu diagrammani tushuntirish uchun o'sha Avstraliyadagi shu ikkala shaharga bor tunnelni ko'rib kelgan bo'lishlari shart emas. Biroz sizlarga ingliz tili kerak. Grammatika, vocabulary kerak. Mana shu narsani tushuntirish uchun va albatta salgina ozgina out of the box thinking kerak. Logical thinking kerak. Ya'ni yoki sal critical thinking kerak va bo'ldi. Mana shuni o'zi 7+ ga yetib bordi. O'zi 15 minut yozib qo'ysa bo'ladi uzog'i. Okay, menimcha ishtima qolib ketmadi. Albatta qolib ketgan narsalar oxirida ko'rib chiqamiz. Bitta narsa bor qolib ketadi, chunki bu 8+ ga yozib bermoqchi emasman. Bugun 7+ menimcha 7.5 Любой talabaga, любой universitetga kirishga yetadi. Endi o'qituvchi bo'lsanglar, sizlarga отдельный bundan keyin yozib tashlab berishim mumkin. Demak, boshladik do'stlar. Diagrammadan boshlaymiz. Xo'p, image deb ketaveraman men. O'ylanib o'tirma. Endi aytishlarimki, Mr. Baha paragrafga qanday bo'lamiz desanglar, paragrafga mana shu overallga qarab bo'lib qo'yaman. Ya'ni birinchi bo'lib size ni aytaman, ikkinchi bo'lib ketgan yili, misol uchun
mana bu nechinchi yilda qurilgan, qancha vaqt ketganini aytish mumkin. Misol uchun 87 bo'lsa, bu yoqda 3, bu yoqda 2005 yil ketyapti. Okey, bunga demak 3 yil ketyapti. Okey, kamroq vaqt ketyapti. Endi lekin bu yangirog'i. Xo'p, tushunadi, hozir aytib chiqamiz va albatta oxirida pulni gaplashamiz. Qancha demak qimmat. Birinchi o'rinda size gapirsak bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz endi? The image yoki diagram deymiz. Diagram compare qilyapti deylik. The diagram compares two tunnels located in two different cities in qayerda? Australia. Iltimos do'stlar, ko'p o'ylanib o'tirish shart emas. Iltimos, ko'p o'ylamanglar. Introductionga 1 minutdan ko'p vaqt sarflash bu men uchun juda ham katta xato. Chunki bu eng muhim paragraf emas. Shunchaki ko'rsatib qo'ysanglar bo'ldi. Nimani ko'ryapsizlar? Diagrammani ko'ryapsizlar. Xo'p, paraphrase qilish ham shart emas даже. Xo'p, diagrammada nimani ko'ryapsizlar? O'sha ikkita tunnelni solishtiryapti. Xo'p, Mr. Ba buni bu 7 ga tortar ekan, 8 ga qanaqa qilib yozsa bo'ladi desanglar, it's okay in terms of their dimensions. Razmerlarni solishtiryapti. Undan keyin razmerdan keyin construction dates albatta capital required deb qo'ysa bo'laveradi. Endi bu kattaroq bog'lamoqchi bo'lsa, yana ham spesifikroq bo'lish uchun. Buni sekin o'chiramiz. It's okay because we want to get 7 or 7.5. So overall, it is evident that cho'zishim kerak chunki sodda bo'lib qolishi mumkin. So'zni ko'paytirishim kerak. It's evident that overall o'z yetarida. Men o'ylayapmanki hozir 150 ta so'z yozalamanmi yoki yozolmayman. Agar yozolmaydigan bo'lsa, men shuni qo'shib qo'yaman, bo'lmasa yo'q. Ko'ramiz. Paka hozir qo'shmay turaveramiz. Overall, tunnel A, tunnel B is tunnel B bundan kattaroq, qimmatroq va hamda more expensive. Tunnel E is larger, newer and more expensive than tunnel B, tunnel A. Well, overall tugadi. Tushunarli? Overall, tunnel B is larger, newer chunki oxirroqda qurilyapti va hamda more expensive. Understandable? Demak, introduction tugadi hamda overall ham tugadi. Understandable? Xo'p, boshladik. In terms of their dimensions, tunnel B is qayerda? Tunnel A dan boshlayveramiz. Tunnel A is 25 metr deep va 2 kilometr anaqa. 25 meters deep and stretches for 2.2 kilometers. Whereas, in terms of their dimensions, deb turib ko'pchilik nuqta qo'yib qo'yadi do'stlar. Mumkin emas nuqta qo'yish. Kelsak, ya'ni ularni hajmini gapiradigan bo'lsak, koma hali gap tugagani yo'q. Tunnel A is 25 meters deep and 25 metr chuqur hamda cho'ziladi gacha stretch for bo'ladi 2.2 kilometers. While tunnel B is deep deyolmayman endi. Nima deymiz? Has a depth of chuqurlikka ega. Has a depth of 35 meters and demak o'chirib olaman, yozganlarni o'chirib olaman, maza his qilaman o'zimni. Demak 35 metr chuqurlikka ega, unda 25 metr chuqur dedim. Tepadagi tunnel A da, tunnel B bo'lsa 35 metrga, demak nima? 35 metrlik chuqurga ega va 3.6 kilometrga nima qiladi? Demak cho'ziladi. Extends for 3.6 kilometers. Tushunarli? Demak, ko'rinib turibdi. Kattaligini shu bu yerda aytib bo'lganmiz. Xo'p, tushunarli. Mana endi nimaga o'tamiz? Construction date ga o'tamiz. With regard to construction date,
bunday qilamiz, ha. Tunnel A was built o'rtasida between demak 87 va 92-yillar, 1987 va 1992. Taking qancha vaqt ketdi? 87 bo'lsa 3 bu yerda taking 5 years. By contrast, yoki on the other hand, tunnel B on the other hand, endi qaranglar, nimaga Mr. Bag'ir gapni boshida on the other hand deb boshlamadim desiz, bu yerda virgul zo'r ishlatganim uchun men ikkita demak virgulni olib ishlatyapman. Tunnel B, comma, on the other hand, comma, was constructed. Demak, bu yerda albatta punktuatsiyaga, punctuation katta ball beradi menga. Noodatiy ishlatganim uchun. Misol uchun, however, I do not agree degandan ko'ra, however, do not agree albatta pastdagina balli kattaroq bo'ladi imtihonda. Chunki bu noyob, uncommon da. 100% grammatik tarafdan grammatically correct, but most people don't use it in this way. Demak, tushunarli. Hamma keywordni link keyword shunaqa hisobda. Даже for example ga shunaqa hisobda. Was constructed between demak 2004 and 2007. Requiring three years. Okay. Not bad. Demak bu ham ketdi. Endi bitta narsani tushuntirmayapmiz do'stlar. Mana bu twin tube'larni tushuntirmaganmiz biz bu yerda. The former tunnel, ikkalasi ham anaqa. Both tunnels provide yoki have twin tubes, but the former birinchisi tunnel A can accommodate 4 lanes, whereas the latter has 2 additional lanes. And the lanes degandan ko'ra 2 additional ones. Samapcha bomba chiqadi. Mana bu yerda lanes kengsta, demak qaytarmasak bo'laveradi. Lanes ko'plikda meta friends. Misol uchun, do you have friends? I don't have one. Bitta one degani demak friend degani. Tushunarli? Shunaqa paraphrase qilsa bo'ladi. Do you have an iPhone? Oh, I gotta buy one. Bitta olishim kerak. O'zbekchadan shunaqa iPhone'ing bormi? Bitta olishim kerak, lekin bitta iPhone olishim kerak demas. To'g'rimi? Bitta bunaqa ketyapti. Demak, lanes degani mashinalar yo'lak qatori bor, liniyasi lanes bo'ladi. Misol uchun, endi mana bu yerda both tunnels have twin tubes, but the former. Demak, mana shu paragrafda, demak, birinchi bo'lib qaysini tushuntirdim? Tunnel A dedim. Tunnel A demak ikkita 4 ta liniyasi bor. Demak, 4 ta mashina turgani shunaqa deyapman. Demak, the former degani tunnel A degani can accommodate, joylashtira oladi degani 4 lanes, whereas the latter degani bu ikkinchisi degani do'stlar. Hushyor bo'lamiz. Ikkinchisi, the latter has 2 additional ones. Ya'ni ikkita qo'shimcha. Ya'ni matematikani bilgan odam biladi, demak 6 ta degani. Okay. O'chirib yuboramiz. Xo'p, endi bu ham ketdi, bu ham pishdi. Faqatgina endi nima qoldi? Cost qoldi. Demak, bu oxirgi nima bo'lgani uchun, xo'p, nima deymiz? Finally, dollar doim boshida bo'ladi. Millions were spent on tunnel A. But this, hop, nima desa bo'ladi? This amount yoki nima desa bo'ladi? Bunday qilamiz.
o'nini o'zgartiraman. The 1.1 billion deyman was spent on Tunnel B, which was twice that of the amount spent on tunnel, costing $556 million. Demak, haqida to'g'rimi? Billion was spent on Tunnel B. Spent on Tunnel B, okay. Shuncha pul ketgan haqida bir billion. Which was qaysi twice that of the amount. Twice the amount. Twice that of the amount. Twice qaysi 2 marta kattaroq. Twice the amount spent. The amount that was qaysi spent on Tunnel B. The second project yoki Tunnel B A degandan ko'ra on the second project costing million. Xo'p, 128 ta bo'ldi. Endi nima qilamiz? Qanday qilib cho'zsak bo'ladi, do'stlar? Xo'p, demak overall it is evident that 132 ta bo'ldi. Tunnel B is significantly larger, newer, and more expensive than Tunnel A. Okay. In terms of their dimensions, Tunnel A is 20 bit deep and stretches for, okay, manimcha hammasi joyida. Demak, 133 ta so'z yozdim. Bu o'ta ham katta manimcha ta'sir qilmasligi kerak. Chunki do'stlar, hamma narsa yozildi. Hamma narsa chotki yozildi, key featurelar hammasi joyida. Faqatgina bitta narsa qolib ketdi xolos. 8+ ga chiqmoqchi bo'lsalar, mana bu yerda lokatsiyasini ham yozsa zo'r bo'ladi. Ya'ni mana bu dengizda qanaqadir waterda pastida joylashgan. Mana bu bo'lsa shahar urban areani pastida joylashgan. Demak, endi shuni qo'shib qo'yadigan bo'lsa, tasavvur qiling, vaqtim bor. Note additionally these two tunnels are situated in different locations. Sizlar bo'ladi additionally. Okay, ketdi. Finally demayman endi. Endi men yerdan nima qilaman? Given their costs, finally deyman, locationlari. Finally, Tunnel A is located beneath the water. Is located under a body of water. By contrast, the second tunnel is situated beneath an urban area. Bomba. Counter based tushunishni yaxshi ko'raman. Do'stlar, qo'shimcha qilib ketsa bo'laveradi-da. Ko'ryapsizlarmi mana? Overall ham vobshe follow qilib qo'yapti. Aytayaptiki, significantly larger deyapti. Amazing, newer deyapti. Expensive deyapti. Va ikkalasi ham different locationda joylashgan deyapti. Different locationda joylashgan. Larger. Newer. Keyingisi more expensive. Cost gapiryapman. Lokatsiyasi har xil. Joylashuvni gapiryapman. Mana. Imtihonda endi xudo xolsa bir qator o'qish kerak. Finally, Tunnel A is located under a body underwater desa bo'ladi. Endi suv qatlamini ostida joylashgansiz, sal yaxshiroq narsa. A body of water deb qo'yadi, amerikanlar. A body of water, British. O'zbekchasini bilmadim. Body of water, o'zbekcha. Forganish accent. By contrast, the second tunnel is situated, birinchida located. Tunnel is situated under deyapman, abetda beneath deyapman. An urban area. Amazing 165 ta so'z. Bu esa kamida 7,5 soladi. 8 bo'lishi ham mumkin do'stlar.
I'm not sure, but 8.5, 9 ga language, grammatika tortishi mumkin, lekin nima tortmaydi? Vocab mana shu tortmasa kerak. Bilmadim endi. 8 plus olib qo'yish ham mumkin. God knows. Balki birorta niner bu darsni ko'rib turib, essay tekshirib turib yaxshi ball beradi. Albatta bunga tayyorlanmaganim yo'q, ko'ryapsizlar do'stlar. Spontaneously yozilyapti bu narsa. Reja qilib olishlar yo'q. Tushunarli do'stlar. Demak, hammaga rahmat. Darslar follow qilib aytmoqchi, artikel haqida ham darslar qo'yapman. Iltimos artikellar sketchat qilib, download qilib, chiqartirib olib, o'qib, undan keyin mani video darsimga solishtirsalar bo'ladi. Oddiy bahaga yozsanglar, men sizlarga o'sha artikelda tashlab beraman. Misol uchun, mana bu 001 epizod, birinchi epizodda artikel tashlab beramiz deb bahatsalar, Telegramdan I can share, okay? Writing haqida kurslar kerak bo'lsa, bunaqa emas, bundan ham bomba, super qilib tushuntirilgan to'liq 2 haftalik writing online kurs Telegramda yopiq kanalda kurs kerak bo'lsa, o'zimga yana shaxsiy Telegramdan oddiy baha deb yozsalar bo'ladi. 3 oyga atiga 600 ming to'lov qilasizlar. 3 oy kurslari turaveradi. Aslida 2 haftadan 1 oygacha bemalol kuniga bir 20 daqiqa atrofida vaqt sarflab writing tugatib qo'ysa bo'ladi. 1 month. But if you are like disciplined, 2 weeks are enough. Okay guys, thank you very much.